Yo'q, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha Ahmed do'stlar. Xo'p do'stlar, yaxshi do'stlar, tushunishlar, anchadan beri videolar chiqmay qo'ydi. Cho'ta vashka ko'p videolar olmay qo'yapman. Ну, mayli, еще do'stlar bitta narsani ko'rsatib qo'ysizlar. Короче, mana do'stlar yangi remont qildi uyni. Qali cho'tkim yaxshimi? Vashka aytdi, sandiqlarni olib o'rniga mana narsa qo'yib qo'ydi, shkafni qo'yib yubordi. Еще mana yangi narsalar, yangi notebook, короче, hamma yangi bunaqa polkalar kelgan, еще больше keyin mana bu yerga mana bu narsa ham kelgan va okey. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bilganim yo'q nima bo'layotganini, tak что bilmayman, kelmayapti. Shuning uchun tez mana ularni qilib olib, keyin stop, keyin men bu qishloqqa bir sak izumrud berib turganim esimga tushib ketdi. Tak что hozir cho'ta odam yig'ilibdi. Nimaga buni turibdi hozir bilish uchun men bir istak izumrudimni so'rash uchun uyga kirishim kerak. Agar kirgizmasam, ну qanday kirgizmaydi. Lekin cho'ta hamma uni nima desa bo'ladi. Algina qilib turibdi-yu, cho'ta qo'riqlab turibdimi bu qishloqlar, nima tushunmayapman men. Hozir o'shani uyga kirib qarzimni ber deb chiqaman, короче. Vashi anchadan beri bermayapti, shu bitta qarz berib qo'ymaydi. O'zi nima deydi, shaharga chiqib kelib, короче, dam olib yuradi-yu, menga bitta 1.8 umrudimni bermaydi. Ну, xo'p, bo'pti, qishloqqa qalaysan. Hey, o'zingga bitta dona sabzi oshib qoldi. Shuni qaranglar, hozir uni tashlab chiqaydi. Bitta dona sabzi plusdamiz hozircha. Xo'p, shuni qo'yib turamiz va albatta keyin yaxshimisizlar, tuzingizlar, men kirib chiqay. To'xta. Qayerga to'xtay? Kirsam maylimi? Yo'q, kirishim mumkin emas seni bu yerga. Yo'q, to'xtanglar, men tezda kirib chiqaman. Cho'ta do'stlar, bular kirgizmayapti. Nimaga kirgizmayapti? Qishloqqa. Qalaysan? Cho'ta u ham qishloqlar nimaga kirgizmayotganini bilasizlarmi? Yo'q, bilmaymiz. Lekin sen kirishing kerak emas, hech kim kirish kerak emas bu yerga. Ha, bo'ldi, tushunarli. Hop. Unda boshqa plan bor. Bu yerdan ham bo'pti. Bu yerda ham odam bor. Qishloq bor. Lekin do'stlar, mana polizdan ham qilib qo'yamiz. Cho'ta bahonada qilib qo'yayotganga o'xshatib turib, do'stlar, cho'ta kirib ketishga harakat qilaman. Lekin o'xshasa bu ham, o'xshamasa cho'ta do'stlar plan tuzish kerak, yoki kirib olishdi. Hozir kirib qarzingni ber deyman, короче. Bo'pti, kartoshkani ham ekaylik va mana bu pshenitsa. Aha, bo'ldi. Ekib qo'yamiz va tezda kirib chiqsam bo'ladimi? Yo'q, kirishim mumkin emas. Bo'ldi, tushunarli. Cho'ta qishloqqa nimaga bizga kirgizmayapti? Qandaydir. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Cho'ta narvon turibdi, qanaqadir. Men oldin uyda hech qanaqa narvon ko'rmaganman. Cho'ta hozir qanaqadir narvon turibdi uning uyini oldida. Tak, xo'p, unda stop. Do'stlar, cho'ta aytgan chiqib ko'raylik-da, cho'ta подозрительный tuyulyapti, nimadir nitoda. Tak, buni chiqib ko'rib, qarab ko'raylik-da. Cho'ta hammasi normalga o'xshayapti bu yerdan-da, lekin o'zi normalniy. Shu yerga ham tushunmadim. Qanday lapashang bo'laman. Bo'pti, короче, do'stlar, hozir kirib bu yerdan nimadir qilish kerak-da. Hozir men kirishim kerak, cho'ta vashqa qiziqib qoldim. Bu yerda nima borligiga. Tak что hozir kirmasam bo'lmaydi men. Xo'p, mana bu narsani qo'yamiz. Stop, mana bitta plan chiqdi. Stop. Va u planda hozir sizlarga aytib beraman. Tak, короче, bizga mana bu kerak bo'ladi va mana bu toporda o'zi kerak bo'ladi. Xo'p, hozir biz albatta yurib turib, tak, mana bu ikki qishloqni uxlatish planini qilyapman-da. Hozir men tinchgina uxlatib qo'yaman-da, keyin do'stlar, albatta bitta plan keldi miyamga, shu jinnicha. Tak что hozir uni qilamiz. Sekin uni uxlatib qo'yish kerak. Qishloqqa yaxshimisan, tuzingmisan? Paq. Shu. Do'stlar, ikki qishloqni ham uxlatdi sekin, mana bu yerga borib qo'yib qo'yamiz ikkosini. Hoppa. Ikkosini ham qo'yamiz, bo'ldi. Endi do'stlar, mayr ochiq. Hop, hali hech kim bilgani yo'q, bu yerda hech kim nima bo'lganini. Tak что endi mana bu yerga sekin chiqib olsak bo'ladi. Tak, sekin mana bu yerdan bildirmasdan chiqib olamiz va mana bu yer mayga qo'yilib ketdi-yu. Farqi yo'q. Tak, mana bu yerdan chiqib turib, hoppa, hop, stop. Mayda buzilsin, hoppa. Tak, buzildi. Stop. Qishloqqa qalaysan? Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu yerga qanday kirding? Senga ruxsat berdi kirishga.
Hech kim ruxsat bergani yo'q. Men o'zim ruxsat so'radim. O'zim xohladim, kirdim. Senga nima? Sen menga bir stak izumrud deb izumrudim yo'q, hozir unaqa holatdaman, bunaqa holatdaman deb turib, Tomi nima izumrud cho'ta men tushunmadim. Sen yerda bilishi kerak bo'lgan narsalar bor. Tezroq uydan chiqib bo'lsa senga nima bo'ladi? Aha, tushunarli. Bo'pti, unda bitta izumrud berasan, bir blok keyin chiqib ketaman. Bo'lsam hozir hammasini merga aytaman, bilasanmi bo'lishini? Bo'pti, ol bitta blok izimurni tez olib sur bu yerda hozir bu yerda vashe katta narsa bo'lyapti. Davay chiqing tez olib. Bo'ldi. Bo'ldi, siz aytganingizni qilaman-da. Xo'p, mana uni mana bu yerga olib turamiz va albatta mana bu kirkada bittamizni olamiz. Xo'p, va bo'ldi. Bu yog'i o'zing bilganingni qil. Men bu yog'i уже интересный emas, hech nima emas. Короче, mana bu yerni orqadan yopib qo'yaman. Mana ikkita uxlagan qishloqqa ham уже o'zing bilan boqib olasan. Tak, bo'pti. Qishloqlar yaxshimisizlar? Xo'p, cho'ta do'stlar, hozir bu nimadir bo'lib qolsa meni ham aybdor qilib qo'ymaymikin deb o'ylayapman. Cho'ta mana u ham izumrudni olgan, bunda ham izumrud bor deb. No ladno. Lekin do'stlar, mana o'zimiz qarzimizni olib oldik, lekin buni butun tepasida nima izumrud bo'lib yotadigan, cho'ta nimaligini tushunganim yo'q. Lekin biz o'zimizga kerakli bo'lgan izumrudni olib oldik va bu yoq уже muammo hal bo'ldi. Xo'p, agar videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, Ahmed kanaliga obuna bo'ling va hammaga xayr do'stlar.